Endi men hozir Yevropaga qaytadigan bo'lsak, olma bo'yicha Polsha dunyoda 4-o'rinda turadi. Ya'ni olma yetishtirish hajmi bo'yicha 4 million tonna olma yetishtiradi. Boya aytib o'tdik, olma bilan nok aslida sovuqqa nisbatan chidamliroq hisoblanadi. Aytaylik, shaftoliga yoki gilosga solishtirsak, bodomga solishtirsak va Polsha, Ukraina, Moldova bu mamlakatlar, Italiya, Fransiya bu mamlakatlarda bemalol olma yetishtirish mumkin. To'g'ri, navlar farq qilib ketaveradi. Mamlakatdan mamlakatga o'tganingiz sari navlar o'zgaradi. Chunki mana baxmal haqida men boshida aytib o'tdim. Hamma gap bu yerda o'sha hududda salqinligi bilan bog'liq. Siz aytdingiz, mana salqin joylar emasmi dedingiz. Aslida aynan o'sha salqinligi uchun ham olmani ular sifatli yetishtira oladi. Olmaga biroz salqin bo'lgani ham ma'qul ekan. Albatta, ya'ni olma qizarishi uchun salqin joy bo'lishi kerak va kunduzgi va kechki haroratni o'rtasida katta farq bo'lishi kerak. Bu birinchi masala. Ya'ni endi rus tilidagi so'z bor, o'zbek tilida men to'g'ri shu vaqtgacha eshitmadim, perepad deydi. Ya'ni orada katta tafovut bo'lishi kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala endi bu o'sha navni to'g'ri tanlash, to'g'ri kesish, yorug'lik to'liq daraxtni hamma qismlariga yetib borishini ta'minlash, bu detali ko'p aslida. Umuman olib aytganda olma salqinsevar meva hisoblanadi. Bu o'zi bilasiz, olmani vatani Olmaota hisoblanadi.